Video davomida o'zingizlar ko'rasizlar, ichkarida qanaqa holat bo'lyapti, so'roq savol bo'lyapti, nima bo'lyapti. 9 ta odamdan bittasini olib chiqdim, qolganini qaytarib jo'natdi. Amina bo'yicha yangiliklar kiritilibdi. VPN ishlatilmashi kerak ekan. Bu SMS ko'rib turgan bo'lsangiz, aynan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari shu tegishli videoda oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga yana bir yangilik. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Preveligi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir Preveligida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Preveligi, biz bilan hammasi oson. Imminda Sheremet aeroportga bilet olib qo'ymoqchi bo'layotgan yoki unda plan qilayotgan insonlarga tegishli bo'ladi. Oldinda turgan Damir bekardan bekar ekranga olib chiqmayapti. Hozir bu haqida sizlarga qisqacha informatsiya beraman. Xo'p, Amina bo'yicha yangiliklar kiritilibdi. Mana o'zi SMSda bizga iltimos qilib, ya'ni chiroyli qilib o'zingni abituriyentga tushuntirib qo'y. Ya'ni kelayotgan Aminani ichidagi ma'lumotlarga, ya'ni Aminani ishlatsin, yangiliklar kiritildi deb bizga iltimos qilib, Moskva merini xodimi, ishchisi bizga yozdi. Shuning uchun sizlarga nima demoqchiman? Kim Aminasi bo'lsa bir qator kirib qo'yinglar. Telefoningizda VPN bo'lsa, обязательно bez VPN ekan akalarim. VPN ishlatilmashi kerak ekan. Endi buni ko'pchilik biladi, biroz endi qo'shib qilib aytib qo'yapman. Tushunishim bo'yicha ko'rib turibsizlar har bitta narsasini bir qator o'zingizlar o'qib olsanglar bo'laveradi. Men harakat qilaman, o'zbekchasiga ham tarjima qilib ikki tarafga qo'yib qo'yaman. Главный ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, Damir aynan Sheremet aeroportga uchib kelayotgan yoki bilet olib qo'yganlarga bilasiz, men oldindan video qilganman. Kerak uchmanglar. 90% odamlar qaytarib yuboryapti deb. Siz meni videolarimni ko'rib, nimaga yana aynan Sheremet aeroportga biz bilet oldik? Shu inson haqiqatan ham chiqadimi, yo'qmi? Men sizlarga hozir qanaqa qilib Sheremet aeroportga shu tog'asini olib keldik. Video davomida o'zingizlar ko'rasizlar, ichkarida qanaqa holat bo'lyapti, so'roq savol bo'lyapti, nima bo'lyapti. Aynan Tojikiston fuqarolari va O'zbekiston fuqarolari uchun tegishli. Xo'p, ma'lumotni bir qator aytaylik. Hayotbek, siz aytgancha juda proverka tegishli ketyapti. Biz sizni savetingizni oldik. Toshkentdan bilet oldik Krasnoyarskka. Krasnoyarskdan bilet oldik Moskvaga. Krasnoyarskdan tag'in telefon qilib aytdiki 10 minutga chiqdim. Hozir mana Xudo xohlasa samolyot tushdi. Hozir borib, qani inshaalloh kutib olamiz. Nima holat bo'ldi, qanaqa proverka. Telefon qilyapti, mana men chiqdim deb. Agarda siz juda ham bir vajniy bo'lsa, Sheremet aeroportiga uchishim kerak. Sheremet aeroportdan chiqmasam men bo'lmaydi deyotgan bo'lsangiz, agar shu ikki xil yo'li Tojikiston fuqarosi, men imенно Tojikistondan uchirmadim. Toshkentdan bilet oldik. Krasnoyarskga, Krasnoyarskdan bu yoqqa olib keldi. Salkam 54 mingga yaqin rasxod bo'ldi. Lekin agar primo uchadigan bo'lsangiz, Vnukovaga, Domodedovaga, Krishkovskiga rasa bo'lsa 30 ming, 35 mingga aylanadi. Nima uchun bu tog'asi bu yerga uchdi? Aynan Sheremetdan tushib kelish kerak ekan. Shuning uchun iloji Sheremetdan to'g'ri olib keldik. Hozir borib bir qator informatsiya olamiz. Yana nima informatsiya bersak bo'ladi Tojikiston fuqarolariga o'z tilingizda tojikchalab aynan shu Sheremetgami, uchmaslikda yoki dokumentni qanaqa qilish kerak shuni aytib qo'ysangiz. Bachao, Gujjoye omadaniyen прямой Moskva наберем. Ki hamara gardondesta. Полный 90%, 95% самолет одамоя гардондост. Yoki дигар шаҳрро равед, yoki ами Красноярск, Челябинск, Казан, ягон ҷои дигар фурем, баъд иси мебинед. Telefon, proverka, bunaqa narsalar bo'lmaydi, chunki u taraflarda. Endi inshaalloh bo'lmasin ham, endi 100% gapirsam noto'g'ri bo'lmaydi. Lekin Jukovskiyda realniy mana nechta odamiz keldi Jukovskiyga. Telefon tekshiryaptimi, so'roq savol bo'lyaptimi? Ha, nechta kelgan bo'lsa, hammasini soatda chiqdi, mana misol o'zingiz ayting, Tojikiston. 9 ta odamdan bittasini olib chiqdim, qolganini qaytarib jo'natdi. 9 ta odam yakasiga girifdim, digaroya gardondan hamon yak odam ham 8 soat pas bo'laman. Shuning uchun men spesialniy jigar kel dedim. Shuni bir qator kontent qilib ommaga chiqaraylik. Nafaqat O'zbekistonlik akalarimga, Tojikistonlik akalarim meni kuzatadi. Shular foydali bo'lib qolsin deb keldim. Gidetib 20 minutda adashmasam chiqdi-da, to'g'rimi? To'g'rizmi? Xudo xolasa. Krasnoyarskdan kelganda 10 minut. Hozir nima savol bo'ldi, qanaqa bo'ldi, rabota dedingizmi, chastni dedingizmi, nima bo'ldi, hammasini ma'lumot olamiz. Hujjatingizda qanaqadir kamchiligingiz bo'lsa, ketmoqchisiz, akalarim, faqat Sheremet va ketishga yaxshi.
ko'proq shu Vnukovani sovet beraman, Domodedo'ni sovet beraman. Bilasizlar, menda uni g'alopatchilik yo'q. Salom aligini qilasiz, ketaverasiz. Hech qanaqa bir qo'rquv, vahimaga o'rin yo'q. Lekin patentga borayotganlar diqqatiga yaqinda shunaqa informatsiya keldi. Aynan anonimniy bo'lib qolgan patent bermayman deb 1 yilga cho'zib yuborgan insonlarni Sahravada tekshiryapti ekan. Shtobi deport, zapret avtomatik qilyapti deb informatsiya keldi. Bu haqiqatdan rostmi, yolg'onmi? Kim FMSga borgan bo'lsa, shu bir hafta ichida o'zinglar yozib ketinglar kommentariyaga. Va men ham inshaalloh yana tez kunda o'zim borib, shunga oydinlik kiritaman. Biz videolarni ko'rdim deb yozayotgan akalarim, обязательно oyda oxiriga yana g'oliblarni aniqlaymiz. Shuning uchun maksimal darajada podдержка qilib turinglar. Aviabilet bo'yicha, aeroport bo'yicha qanaqadir yangiliklar sizlarga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar va albatta like bosib qo'yinglar. Biz bismillah deb ketdik. Jigarim, siz birinchi marta Sheremetdan. Xo'p, birinchi marta yo'lni ko'rsatdim, mana shu tarafdan kelasiz. Liboy beraymi mana? Jiga terminal B ham 4-etaj mana shu holatda chiqamiz. Nasib bo'lsa. Hech kim tekshirmadi, to'g'rimi? Hozir so'mkangiz olib qoladi, eslarni mashinaga solib va ketsa bo'laveradi. Hozirgina mana shu pastdan video qildik. Buni chiqasizlar, yuraverasizlar. Sarab yaxshiroq variant. Endi terminal B ga kelganmiz tog'amiz. Terminal B'dan olib kelib shu holatda qaytamiz. Siz kuzatayotganlarcha reyslari bo'yicha informatsiya berib berish, stoyka bo'yicha. Agar siz Sheremet aeroportiga bilet olmoqchi bo'lsangiz yoki unda siz Vnukovo, Domodedovo, Shkovskiy bilet olmoqchi bo'lsangiz, kelmoqchi bo'lsangiz, nima qiladi? Ekranda nomer turibdi, bemalol bizga aloqa qilsanglar bo'laveradi. Lekin Telegram kanalda arzon biletlarni biz tashlab turamiz. Ya'ni bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Mana shu holatda biz keldik, shunday kelganlarda aka sizga ham informatsiya, mana shu biz tablo aynan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston mana shu yerda registratsiya bo'ladi. Ya'ni 403 dan boshlab mana shu oxirigacha bizniki. Pasport kontroli mana shu tarafda bo'ladi. Pasport kontrolini ko'rsatib, mana Toshkent bor ekan, registratsiya bo'lyapti. Toshkent 403 dan 433 to'yga registratsiya boshlandi, deyapti. Hozir birinchi marta kelasiz, so'mkangizni o'zingiz o'rasiz bo'ladi. Upakovka, mayda palon so'mga to'lamasdan o'rab keyin olib kelasiz. Bu yerda ruschasiga sizga ko'rsatib beraman. Tog'a bor ekan, mana shunday ketamiz. Registratsiya bagaj kabina, aynan mana shu ichkariga olib kirib ketadiganingiz 10 kiloingiz. Bu bagaj razmeri, registratsiya passajirskiy ekonom klass deyapti. Mana shu holatda ketiladi. Shu yerda registratsiya bo'ladi, jamiki hammasi sizlarga tegishli registratsiya. So'mkangiz ko'p bo'lsa, mana shu yerda bekarga tarozi turibdi. Qarang, har bitta joyda bekar bunday o'tib turib, buni indamaydi. O'tib bemalol taroziga to'g'irlab, upakovka qilib, siz bo'laveradi. Bu yerda biletingiz olib bo'lganlardan keyin ham to'g'ri pasatka mana. 124, 146. Siz qarab kirib ketasizlar, ishinglar tugadi shu bilan. Ham informatsiya ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Registratsiya ertaroq yopiladi. 40 minut oldin. 20 minut bu kirib ketasiz ichkariga. Samolyotga chiqishdan oldin 20 minut oldin yopiladi. Shuning uchun ertaroq kelgan bo'lsangiz yoki bizni kuzatga ertaroq kelgan bo'lsa, sraz registratsiyadan o'tib kirib ketgan yaxshi. Agar siz bir kun avval kelib qolganmisiz aeroportga, 24 soat oldin ham registratsiyadan o'tib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Aeroflotda shunaqa qonunlari yaxshi. Sizga terminal B qani deyapsiz. Qarang. Terminal B'dan xuddi shunaqa joy bor. Hozir video davomida ko'rsataman. To'g'riga qarab berasiz. Agar siz Moskvaning ichiga siz yoki bizni kuzatayotganlar bilet olgan bo'lsa, terminal B bilan 3 ketsa ham bo'laveradi. Lekin через terminal C kirmasdan terminal B orqali ham kirsa bo'ladi. Hozir shunday olib borib ko'rsatib chiqaraman. Ya'ni videoda ko'rasizlar. Biz kuzatayotganlarga gapiryapman, sizga tushuntiryapman. Akalar, mabodo siz pulinglar dollar qila olmagan bo'lsangiz, mana shu yerda ham bemalol obmen valyuta bor. Dollar qilsanglar yoki dollarlar rubl qilsanglar ham bo'laveradi. Aynan terminal B o'rtasida mana shu joyda bor. Sheremetda terminal C bilan bitta joyda. Prosta odamlar o'ylaydi, addenniy aeroport deb bo'ladi. Yo'q, bitta aeroport faqat bitta zonada eng qizig'i. Taksi zakasida ham B'ga adashib tushib qolsa ham bemalol C'ga o'tsa bo'ladi. Misol B mana shu taraf, C bu taraf. Shunday o'tib qo'yiladi, bo'ldi. Eng katta aeroport aynan Sheremetda. Mana shu terminal B, C'da terminali. Misol Aeroexpressda ham kelsangiz bo'ladi mana. Bemalol. Listni rastot qilmayman desangizda, Ad Moskvadagilar ayniqsa kelsa bo'ladi. Shunaqa gaplar. Mana shunday ketamiz. Akamiz pastda. Eng qizig'i Rossiyaning ichiga tushganligi uchun akam pasport kontrolini bir marta shu Krasnoyarskiyda o'tgan xolos, ichkarida o'tmaydi. Shuning uchun ko'p insonlar o'ylashi mumkin, nimaga hayotiy faqat sen aytgan odaming sen olib chiqa olmaysanmi deyishim yo'q. Hech kim olib chiqmasdan ham o'zi ham primo uchib kelsa ham
bo'laveradi shunaqa holatda. Unaqa qilib lishniy rasxod qilib, vaqtdan yutkazib, asabzorlikdan ko'ra primoy tushgani ham yaxshi. Ko'proq bu tojikistonliklar uchun haligi yaxshiroq variant bu. Ichari rasxodi bor-ku, Kecha ko'proq rasxod, lekin tinchroq chiqib oladi. Tinchgina. Ha. Agar videomiz uchun uzun, lekin foydali. Bugun do'stimni hit qilyapman. Tojikiston qatidan jigarim. istaravshan. Staravshanliklar bormi? Bu do'stimni ko'p Instagramdagilar taniydi, do'koni bor. Video qilib turaman goh-gohida. Eng qiziq bu tarafda KFC ham, McDonald's ham eng asosiy Sberbank bor. Karta bo'yicha bemalol Sberbank bor. Mana shu ekan oxirida. Xo'p, bratim mana shu tarafda-da. Assalomu alaykum. Brat, qandaysiz? Zo'rmisiz? Yaxshimi? Siz keldingizmi? Mana shu tomonda. Men o'zim jo'natib o'radimmi? Balovi. Qalay chiqdingiz? Shu Krasnoyarskiydan, Toshkentdan Krasnoyarskiyga uchdingiz, to'g'rimi? Qancha vaqt o'tdi? Nima? Akalar mana hozir informatsiyani tinig'ini sizlarga olib berishga harakat qilaman. Spokойныйroq joyiga o'tiring. 15 minutda chiqdi. Xo'p. Mana Toshkentdan Krasnoyarskiyga uchdi. Nima savol bo'ldi? Hech nima savol bo'lmaydi. Sen telefon tekshirmadi. Ishlasak qilgan. Hozir mana men soat Krasnoyarskiydan Sheremetyevo aeroportiga tushib keldingiz. Bugun chizda 26. Aha. Bu yerda necha soatda yoki qanaqa nima savollar bo'ldi? Ertaga zelon Primoy chiqdingiz. Savol javob yo'q. Ya'ni Tojikiston fuqarolarini Primoy uchsa kirgizmayapti degan gapni eshitganmidingiz? Siz aslida eshitgandim. shu holatda kelganingiz yaxshi bo'ldi, to'g'rimi? Biz siz bilan qancha bo'ldi? 2 oy bo'ldimi? 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Eng qisqa akalarim, akam juda uzoqroqdan kelgan edi. 2 oy bo'ldi. Mana hozir patentga boradi. Hamma o'zi qiladi. Rabota deb yozasiz, to'g'rimi? Ha, Aka qarshilik yo'qmi? ko'ramiz. Gapi, joningiz sog' bo'lsin. Damir, nima deysiz? Kizu. Zo'ra, davolniymisiz? Qo'ldan kelgancha informatsiya beramiz, maslahat beramiz. Lekin O'zbekiston fuqarosisiz yo Vunupa yo Damadeda uchishda sovet beraman. Agar Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz, boshqa joyga uchib, keyin bemalol nafaqa Sheremetyevo, Vunupa, Damadeda ham uchib kelsangiz bo'laveradi. Akamga Sheremetyevo kerak ekan, Sheremetyevoga uchib keldi, iloji yo'q. Bular shunaqa gaplar. Hammaga yaxshi kayfiyat, Allohga omonatda xizmatda bo'lsin.